65 kilolik qo'yimizdan qancha go'sht beradi? O'zim ham kuzatib boraman, kommentariylarga o'qib boraman. Qassob bunaqa yegan, qassob bunaqa yegan. Sizga ham negativlar ko'p a? Sizning fikringizcha necha foiz beradi? Kilosini ayting, foizini aytmang. Xo'p, sovuq qo'y ko'proq foiz beradimi? Qo'shqor qo'y ko'proq foiz beradimi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, sizlar bilan yana Ulqon Uz. Hurmatli obunachilar, ko'plab akalarim so'rashgandi, mana shunaqa kontentlar ko'proq bo'lsin, necha foiz berishini ko'raylik degan akalarimiz uchun bugungi videomiz maxsus bo'ladi. 65 kilo deylik aka. 65 kilolik qo'yimizdan qancha go'sht beradi, necha foiz beradi, taxmin qilib o'tib ketinglar. Mana 65%. Nima deydi? Qo'yimizda tirik vesi. Tishlarni ham bir ko'rsatib o'tib ketsak yaxshi bo'lar edi. Endi tish buzibdi. Endi tish buzibdi, 2 tish. Endi hozir bunga video davomida ma'lumotlarni ko'rib ketasizlar. Videoni boshida mana ko'rdilar, 65 kilo qo'y yosh. Yozib o'tib ketinglar, necha foiz beradi, necha kilogramm beradi. Sababi oldin aka siz bilan mol so'yganimizda ham obunachilarimiz ko'pchilik topishgan edi. Sabab bu sohani yaxshi tushunadigan aka-ukalarimiz bor. Kommentda yozib o'tib ketinglar. Taxmin qilib fikrlang, bizga qiziq. Negativga ham, yaxshi fikrga ham xudo xolasa yaxshi qaraymiz. Kommentda bosaveringlar. 65 kilo ketdi mana. O'zimiz uchun hurmatli obunachilar, ishxonamiz uchun so'ylyapti, sababi bizda go'sht ko'p ishlaydi. Jayimizga e'tibor bermaysizlar. Endi sharoit shunaqa qo'yishdi. Sharoitga qarab, endi qo'ldan kelgancha. Xo'p, qonli joylarni olmaymiz, sababi YouTube blok qilib qo'yishi mumkin. Bungacha pauzani bosib turamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana haligi YouTube ko'rsatmaydigan joylarni ham o'tkazib oldik. Xafa bo'lmaysizlar, pauzani bosib turdik. Endi mavzuga qaytamiz. Kim qancha taxmin qildi, kommentda hozirroq yozib o'tib ketinglar. Tirik vesi 65 kilogramm. Uy sharoitida masalan qo'y so'yishni o'rganmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham mana videoda ma'lumot o'rnida ko'rib o'tib ketishlari mumkin. Hurmatli obunachilar. Keyin kommentda bilganlar yozib o'tib ketinglar. Hop, sovuq qo'y ko'proq foiz beradimi? Qo'shqor qo'y ko'proq foiz beradimi? Buni yoshligini ham hisobga olib ketinglar. Mana. Baribir aka chorva boqqan odam so'yishni ham o'zi bilgani yaxshi. Bilgan har bitta odam o'zi. Bilgani yaxshi, to'g'ri. Masalan, uyda ehsonlarni ham o'zi aslida o'zi qilgani, so'yib qilgani yaxshi. Ko'proq. Albatta. Masalan, men ancha-muncha qo'y so'yib qo'yganman. Qassob bo'lib qoldingiz o'zi? Bir 10-15 uyda ehsonlarda ham so'yib, bir ikki marta qurbon hayitlarda ham o'zimiz so'yib, qo'ldan kelgancha. Endi hali bilmayman deb o'tirsa, bilmasdan o'tirilaveradi. Ozgina o'rganib. Endi hamma narsani o'zini yo'li bor. Shunday buni ham bitta yo'liga tushib olinsa, ozgina kattalardan bir maslahat olib, so'rab, qondan qo'rqaman deydi, hurmatli obunachilar. Endi baliga maqtanish, maqtanadigan narsa ham emas u. Bu qondan qo'rqmaslik kerak. Vaqti bemahal kerak bo'lib qolishi mumkin, yo bo'lmasa shu aytganimda ehsonlarga so'yishingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda asqotadi. Bilib qo'ygan baribir yaxshi. Endi qo'yimizga keladigan bo'lsak, donli kepak yegan, yana nimalar yegan? Arpa yegan, qaynatilgan makka yegan. Xullas, yaxshi boqilgan qo'y. Eng kichkinasi-da, Jamshid bu? Eng kichkinasi. Eng kichkinasini olib chiqdik. Xolos nihoyatda go'zal chiqdi go'sht. Bari yosh, bari bilinadi aka. Bu tomonga o'tingda. Qarang go'shtning tiniqligini. Toza. Xolasa zo'r chiqdi. Endi xolasa aka buni
Ovqatlari ham mazali bo'ladi-da, yosh qo'ydi. Yosh. Pishishida ham ancha farqi bor. Farqi bor. Qo'ylarga qaraganda Tezroq pishadi. Men bitta guvohi bo'lganim, bir kuni uyda barra qo'y mazasi qochib qoldi. Barra kichkina qo'zi. Endi iloji yo'q, haligi halollab qo'ydik. Haligindan keyin shashlik qildik-da aka. O'zim shashlik qildim. Marhamat, masalan, shashlik pishirish bo'yicha qanaqadir mutaxassis emasman yo boshqa emasman. Uyda marhamat qilib shashlik pishirdim. Haligi katta shashlik pishiradigan joylarga boramiz yo katta oshxonalarga boramiz, ha? Unaqa maza yo'q-da aka. shunaqa. O'sha necha yil bo'ldi bu voqeaga ham? Bir 6 yilmi bo'ldi? Haligacha gapirishadi shu shashlikning mazasini. Bu narigi go'shtlar haligi 1 kun, yarim kun marhamat qilib qo'yiladi. Bu yosh qo'yiladi. Bunaqa alaqimaysiz. Ziravorlarni tashlaysiz-da, pishiraverasiz. Tuzni o'ziga ham shirin bo'lib ketaveradi bu. O'sha effekt beraveradi. Nargalik shashliklar effektini. Bu tomon ko'ramiz. Voy aytganimdek aka, hech qaysi shashlikxonada ham yo qanaqadir bironta restoranda ham, turk restoran deymizmi yo boshqa restoran deymizmi, shunaqa mazani men ko'rmadim-da, gapni ochig'i. Shunga baribir yosh qo'ydi, mazasi shirin bo'lar ekan. Yerga aytilmaydi-da, barra deb. Barra deb aytiladi bizda. To'ppa-to'g'ri. Kattalar. Go'sht xudo xolasa chiroyli chiqyapti, hurmatli obunachilar. Sizlar ham kommentda go'sht haqida ham fikrlaringizni bildirib o'tib ketinglar. Endi bu videoni oxirigacha, bu videoda faqat suhbatlashamiz, hurmatli obunachilar. Kommentda videoni masalan har bitta qismiga fikr bildirsalaring, kommentda har bitta fikringizga biz ham javob qaytarishga harakat qilamiz. Shu paytgacha qo'ldan kelgancha javob berib kelganmiz va bundan buyog'iga ham javob beramiz. Yana bir marta aytib o'tamiz, shu joyga umuman e'tibor bermaysizlar. Joyda endi to'g'rilaymiz aka. Yo'q, endi haligi o'zim ham kuzatib boraman, kommentariyalar o'qib boraman. Qassob bunaqa yegan, qassob bunaqa yegan. Sizga ham negativlar ko'p-a? Sharoit yaxshi bo'lsa, qayda sharoit yaxshi bo'lsa, shunaqa chiqaveradi. Bizda shu xonada sharoit shayda bo'lsa, biz ham shunaqa chiqarishga harakat qilamiz. Endi bayda ko'ryapsizlar mana. Sharoitga qarab harakat. Shuning uchun iloji boricha to'g'ri tushunasizlar. Endi bu o'zimiz uchun aka, sotgan emas yo boshqa emas. Endi masalan o'zingiz uchun ham yaxshi qilganingiz, yaxshi o'zi aslida-yu. Endi baribir sharoitdan kelib chiqib harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Tagiga yangi qoplarni ochib oldik. Inshaalloh barakasini bersin. Sizni fikringizcha necha foiz beradi? Kilosini ayting, bo'ldi, foizini aytmang. Foizi kilosini aytadigan bo'lsak 40 kilo ag'bag'ida. Plus-minus, ha? Baholasa. Men ham 35 bilan 40 orasida deyapman aka. Baholasa oshiqroq, 35 dan oshiqroq. Oshiqroq, ha, barakasini bersin. 40 dan ham oshib ketsin, xudo xolasa. Bizga zarar bor, oshib ketsa, qolib ketadi. Yo, yaxshi vaqilgan qo'y. Shuning uchun baholasa kilosi ham yaxshi chiqadi. Bu eng kichkinasi edi aka. Ko'rgansiz kattalarni ham? Ko'rdim, hozir qolganini ham yana 3 ta qolibdi. 85liklari ham bor edi, 90 ham bor edi, Jamshid. Bugun tortganlarida chiqdi, shunaqa chiqdimi? Masalan, biz ishxonamizda ham odam ko'p. O'zimiz so'yiladigan bo'lsak, bar arzon tushadi-da. Shu yaxshi bo'ladi. Amaliga dehqonchilik, o'zingiz boqqaningiz ishonchliroq. Shunaqa. Agar boshqa bozordan olasiz, nima yegan ekan, qayda turgan ekan deb o'ylanasiz. Shunaqa. Ko'p bo'ladi holat. Hurmatli obunachilar, sharoitni yaxshilab oldik. Qanday olinadi uchoqlar? Bo'lish yedim shunmaymi? Yo'q. Kecha ishlasam bo'ldi. Ketdim. Nima? Yan boshlab. Nima? Ikkalamiz birdan. Bo'ldi. Ish bo'lmaydi baholasa. Onam tayinganda turib qo'ysan. Xo'p, endi hurmatli obunachilar, mana ilib oldik.
Interyerlarni shilib olsak. Mana hurmatli obunachilar. Go'sht tiniqligini so'raganlar uchun maxsus. Ha, postim olyapman, Hoji aka. Nada? Men ketyapti. Ekan. Alo. Nada. Kostyumbani sezoniga o'zi asli hali jicha bor aka. Ha, xolos salqinroqda yaxshi ketadi. Yaxshi ketadi, issiqda zo'r ketmaydi. Hozir postumbani sezoni emas hozir. Shuning uchun qassoblar ham hozir hammasi magazinlikka bosyapti. Hozir go'sht ketishi ham ozancha tortilib qolsa kerak bunaqa issiq sezonda aka. Yo'q, go'sht xudo xolisa hozir ko'tarilishni boshladi. Voha tomonlarda o'zi 90 ga chiqibdi. 85-90 ga. Yo'q, haligi go'sht ketish tezligi o'zi tortilsa kerak. Endi hozir ko'pchiligida sharoit har xil. Kimdirligida xolodilnigi bor, kimdirligida yo'q. Qishki kunida turaveradi-yu. Ha, demak bu haligi odamga tortmaganidan emas, shu xolodilniklar shularni hisobiga. Lanib qoladi. To'g'ri aka gapingiz. Haligi 1 kilo oladigan odam hozir yarim kilo oladi. Shuni hisobiga. Gapingiz to'g'ri lekin. Haqiqatan men o'zimcha issiqlik hisobiga go'sht kesish kamayib qolsa kerak dedim. Xo'p, bizda aka mol go'shti 80 ming bo'lyapti. Qo'y go'shti? Qo'y go'shti 90 ming. 90 ming. Ay, ko'chada dehqonlar sotyapti 70 ming so'mdan. Mol go'shtini. Aha. Xo'p, lekin ko'p joylarda go'sht narxi oshibdi aka. Farg'ona taraflarda 83 ming, 85 minggacha chiqibdi. Xo'p. Bizga hali yetib kelgani yo'q. Vohalada mol go'shti 90 minggacha chiqibdi. Hurmatli obunachilar, sizlarni viloyatlaringda qo'y go'shti narxi nechi bo'lyapti, mol go'shti narxi nechi bo'lyapti? Shuni ham kommentda yozib o'tib ketinglar. Bizda 70 mingdan dehqonlar sotyapti, 80 mingdan o'sha ko'chada qassobxonalarda sotilyapti aka. Qassobxonada. Endi hozir ko'pchilik yozyapti-da, go'sht narxi oshsin, go'sht narxi oshsin, kunjaralar narxi oshyapti, unaqa deyishyapti. O'shanga ma'lumot o'rnida go'sht narxlari bilan ham tanishtirib o'tib ketdik, hurmatli obunachilar. Shu haqida ham kommentda yozib o'tib ketinglar, fikr bildirib o'tib ketinglar. Bizda hali ham shu turibdi, hali narx oshgani yo'q, lekin shu to'g'ri aytganlaringdek kunjaralar narxi oshgan, shu yem narxlari oshgan. Lekin hozircha go'sht narxi oshgani yo'q. Oshmagani ham yaxshi bir tomondan. Aha. Oshgan bilan baribir yana oddiy. Yana o'sha o'zimiz yeymiz, o'sha go'sht to'g'rimi? Qimmatga sotib, qimmatga olamiz. Arzonga sotsak, arzonga sotib, holati ham yaxshi. Arzonga olamiz. O'zim fikrim. To'g'ri. Yo, men ham qisman o'sha fikrdaman aka. Mashina cho'tiradi. Sababi qimmatga sotganimiz bilan o'zimiz ham o'sha qimmatga olamiz o'sha go'shtni. Sababi hammamiz go'sht yeymiz-ku. Qimmatga sotib turib, umuman go'sht yemaganimiz deydi. Boshqa masala edi u. Bu narsa postumba. Postumba, kimlardir posturma deydi. Kommentda yozinglar, sizlarda nima deyiladi? Hali juda ko'pchilikda eshitamiz, terini ham postumba qilib olsa bo'ladi. Yo'q. Endi hamma narsani ham o'ziga yarasha haligi chegarasi bo'lganda, bu ham mana shu ilgaridan shu kattalar sheydi o'zini dumba qismini. Qo'lni oladiganlar ham bormi? Bag'ini ham olsa bo'ladi, lekin bunaqa chiqmaydi. Ish ham ko'payib ketsa kerak, Ish ham ko'payib ketadi, bu qattiq bu. Mono bunga nisbatan yumshoq. To'g'ri. Hop, endi bu nima yeganlarni aytdik, hurmatli obunachilar. Qaynatilgan makka yegan, donli kepak yegan, arpa yegan va drabilkada maydalangan hashay, vulqon drabilkalarida maydalangan hashaylarni yegan. Vulqon drabilkalarini bilmaganlar uchun hozir ekranda hozir videolar ko'rib qo'yib o'tib ketiladi. Bir bog' makka qo'ya. Eslilar udar, narxi 2.700.000.
Xo'p, hurmatli obunachilar, mana drabilkani ham videolarini ko'rib oldilaring. Bu drabilkalar ham o'zimizga qarashli. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, drabilkami, yem mishalkami, xullas shu chorva sohasidagi любой apparatlardan zakaz qilsalaring bo'ladi. Vulqon jamoasi hamisha xizmatingizda. Narxlari shu Telegramda yozsangiz ham bo'ladi. Shu ekrandagi nomerga Telegramda yozsangiz to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketishadi. Qiziq bo'lsa kommentda yozib o'tib ketinglar, bo'lmasa telefon qilinglar. Bodir aka zo'msiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Hayvonni semirishida shu berilyapti hashakda ham o'rni katta, sababi yaxshi hazm bo'ladi-da maydalanadigan bo'lsa. Go'sht qalay chiqdi Bodir aka, go'sht? Ha, qo'ysaysizlar. Ha, Qo'y chiqardimi? sog'liq. Xo'p, aka masalan qo'ydi so'yilganda birinchi qorinni ochishda nimalarga e'tibor berib, qayerdan ochish kerak? Ehtiyot bo'lish kerak mana shu yerda. Aha. Nimaga juda yuqori bo'ladi. Yan qo'lni qo'yib olsangiz, işte bu zashnik. O'tib ketib qolmaydi qoringa. Qoringa o'tib ketsa dabdala qiladi. Go'sht sifatini ham buzadi. Hisobiga ham ehtiyot bo'lib. Go'sht aka rosa do'konbob chiqdi. Xudo xolasa. Savdobob. Yog'ini qarang. Barakasini bersin. Endi nima qilib baho olish ham oson emas o'zi. Aha. Ancha mehnat talab qiladi bu ham. To'ppa-to'g'ri. Yog'lari ham chiroyli chiqyapti. Xudo xolasa. Oyatda go'zal. O'zi qo'ylarni haligisiga ham e'tibor yaxshi qilingan-da. Sana hisobiga ham yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar. Bu ham yog'larimi? Ichki yog'i. So'yib olish nech pul bo'lyapti aka bizda? Hozir sog'liqni bilmayman, lekin qo'chqor 80 mingga 40 ming. Yog'i 40 ming. Yog'i ko'rmi ichki organizmlari. Yo'q, 40 ming nimasi hozir? 80 mingga 40 ming deyapsiz? 40 mingga jigar, yurak, ash yog'lar tushadi. Ha. Dumbalari ham shu 80 ming ichida ketadi? Ha, значит, butun hisoblanaverar ekanda buni qo'yda. 80 mingga. Mol so'yib olish nech pul bo'lyapti? Mol so'yib olish har xil bo'lyapti. 73 ming so'mgacha ichi sikka. Hay. Ichini bekarga o'tib beriladi. Ha. 70 mingdan 73 minggacha. Hozir ancha tortilib qoldi, ichi qo'shildi. Ha. Nimaga semiz hayvon ancha tortilib kam. Shani hisobiga 2000 so'm qo'shildi. Bu nima bu aka bu? Bu achchiq uchagi bu. Nimaga uni chuvab tashlanadi? Buni olib tashlanadi-da buni. Ha, butuni chop tashsa bo'lmaydimi? Yo'q. Bu alohida chiqadi bu. Qolgani toza, yesa bo'laveradigan. Men buni butuni chop tashardim lekin. Yog'i ham ketib qolibdi-da. Ha. Yo, umuman haligi olib tashlab beriladigan cho'kda bu. O'sha hisobiga ajratiladi buni. Mono uchagi, toza uchak. Bu qo'ydi ichakdan ham hasb qilinadimi, qilinmaydimi aka? Qilinadi. Qilaveradi. Mana mono uchagi. Toza uchak. Bugun ketadi. Bu qor nima aka bu? Qorin qismi. Qorni chiqdi. Semirgandan keyin ma'lum bir miqdordan keyin qorin ham kichkinayib ketadi. Ozgina ovqatga Qaytadi, ha? qonni to'yadigan bo'lib. Yog'mi bu? Yo'q. Gurda qismi. Hammasini o'ziga yarasha ularning ham oti bor-da. Qismlarga ajratiladi. Gurda.
sharhaga yog'i deydi. Bizda hozir qovurg'a narxlari ham shu go'sht narxida ketaveradimi aka, addenda olinsa ham? Yo, masalan, qassobxonadan men suyak olmoqchi bo'lsam, qovurg'a suyak. Endi uni shilib olinmagan bo'lsa, Go'sht narxida ketaveradi. go'sht narxida. Toshkentda masalan, o'zim Toshkentda yashaganman. Ragu deydi. Go'shti bilan turadi, nisbatan arzonroq yurardi. Oldin o'sha bozordan olardim, Farxatskiydan. Jigar qalay chiqdi aka? Jigar zo'r chiqdi. Endi siz aytgan kattaligi mana supermarketlarda bo'ladi, aytganingizdek. Hammasini alohida qo'yib qo'yiladi. Bo'yin qismi, qo'l qismi. Haligi Rossiyada hammasiga alohida narx qo'yilgandek, bizda ham shunaqa. Endi bizning qishloq sharoitimizda hammasi aralash qo'yiladi. Lekin raguni sho'rvasi zo'r bo'ladi-da. Endi haligi kimga qanaqa bilgan odam o'shani oladi. Bilmagan odam haligi juda ko'pchilik son ber deydi. Sonni go'shtdan. Sho'rvaga suyak iligidan qo'yib bersangiz, qovurg'adan qo'yib ber deydi. Endi hammasini ham o'ziga yarasha nimasi bor-da. Sonni o'sha iliglarni qo'shib bermasangiz, qolib ketadi qassobga. Qassobga qolib ketgandan keyin ziyon u. Raguni sho'rva qilib bir 8 soat, 6 soat qaynatiladigan bo'lsa bor-ku, suyak ham go'sht bo'lib ketadi-da. Ajraydi. Suyak ham go'sht bo'ladi, suyakni ham yesangiz mazasi zo'r bo'lib qoladi-da. Ashuni ko'p qilardik biz oldin. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi-da. Unaqa hali sho'rvani. Qoni foyda. Xolasa tozalab oldik. Eng oxirgi qismlariga oz qoldi aka. Chopish jarayoni xolasa. Endi komment hali ham yozishga ulgurmaganlar bo'lsa yozib o'tib ketinglar, necha kilo go'sht beradi. Ungacha biz stopni bosib turamiz va menga hali kundalarni tayyorlab olamiz. Boshlandi aka. Osh, mana hurmatli obunachilarimiz. Sifatga baho beramiz. Bo'yindan nimalar qilsa bo'ladi? Oshga ishlasa bo'ladi. Qora kesak. Bo'yni ham shirin bo'ladi deydi aka. Juda zo'r bo'ladi. Eng yumshoq go'sht qayerda bo'ladi qo'yda aka? Hozir olamiz, shu yerga keladi. Ko'rsatamiz ha. Mana shu qismi. Biqin deydimi? Biqin bag'idan dana. Siz 40 dedingiz a kamida? Ha. Plus minus. Oshiqroq ham chiqsa kerak, xudo xolasa. Bo'lsa, barakasini bersin. Yo 38 kilo dedim. Ko'ramiz hozir. 35 bilan 40 orasida dedim, 38 ga to'xtadim. 36. Taroz 36 kilo. 36, 37 dan o'tadi. 38 deb qo'ydi sen ham. 1 kiloga tortishmaylik aka. Burchib qolmaylik 1 kiloni deb. Ashimaga yumshoq joyi? Mana shu. Eng zo'r joyi. Biqin deydimi? Biqin. Hali Rossiyada virusga yeydi-ku. Ha. O'sha virusga qismi mana shu ichki tomonidan chiqadi. Virusga sondan chiqmaydimi aka? Yo'q. Mana shu virusga. Bitta qo'ydan где-то 1 kilo chiqadimi? Yo'q, qo'ydan uncha chiqmaydi. Moldan o'zi 1,5 kilo. Ha, значит qo'ydan gram chiqar ekan, ha? Bu dumbani ajratib olyapsizmi endi? Dumba songa ham yeyverdi. Ha, go'sht zo'r chiqdi, xudo xolasa. Hozir yog'ni ko'pchilik yemaydigan bo'lib ketdi aka. Shunaqa bo'lib ketdi. Ayniqsa bizni haligilarda yoshlar Pakalina. yemay qoldi. Yosh pakalina. Juda ko'p yerga boramiz, hoji bola aytadi. Ay, yemaydi. Yo'q, qo'ymay turadi. Hech kim yemayapti. Nima qilishni ham bilmayapman.
Har kuni ertalab bir 50 grammdan o'zi ham yeb turish kerak-da aka. Shamollash, uncha kasalliklarni Ilgarigilar nimaga baquvvat bo'lgan? katta yesa, keyin sog'lom yuradi. Biznikida lekin hamma yeydi, ko'z tegmasin. Biz yoshlikdan yeyish kerak ekan-da. Yoshlikdan ozgina. Ammo o'sha to'g'ri gap. Biznikida o'sha kichkina bolalarni qo'liga berishadi aka. Shamollash ham bo'lmaydi, katta bo'lganda haligi turtmaydi. Ha, chaynab yuraveradi, hali yurishni bilmaydigan kichkina bolalar ham berishadi, yeb yuraveradi. Siz aytganda yoshlikdan o'rgangan bo'lsa yeyverar ekan. Biznikida ertalabda pishirib kelishadi. Masalan, hozir qo'y so'ygan bo'lsak, mana ertadan xudo xolasa boshlanadi. Piyoz bilan olib kelishadi aka. Kasal ham bo'lavermaydi. Ha. Lekin haligi masalan ishga borasiz, boshqa bo'ladi. Qoningiz to'q ham turadi-da. Yuradi. Har quvvati bor-da aka yo'qdi. Ha, foydasi katta uni. Keyin buni yaxshi tarafi aka, davleniyani oshiradi deydi, o'zi aslida qo'y go'shti oshirmas ekan. Ilgaridan yeb kelingan narsa bu. Aha. Hozir shunaqa yangi kasalliklar chiqib, Qarorlar, qonunlar chiqdi. Go'sht yeyish bo'yicha. Xirmonga baraka. Mana o'zingizga baraka. ustaga keldilar, ustaga. Keldilar. Kommentda taniganlar yozib ketinglar mana akani. Aka, sizning charchaman, sonlar yaxshimisiz? Rahmat. Sizni ham eshitib qoldik aka, haligi ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi qo'ylar olibsiz. Ha, oldik, 16 ta oldik. Endi haligi teshik quloq eshitadi-yu, ha aka, ustaga. Xo'p, Qachon bir video qilamiz aka? bugun video qilamiz. 3 ta kattam bor. Aha. Uzoqqa. Xudo xolasa, ha? Xudo xolasa. Haligi oq qo'chqor juda yaxshi bo'lib. O'zgardimi? Ha, katta bo'ldi. Endi ekitishga o'tdi hamma. Xudo xolasa uni ham bugun video qilamiz. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, mol go'shtida odam tanasiga singishi kamroq bo'lar ekan. Buni minus tashlaganmisan? Tari? Keyin mana sevatga Ha, savatga uramiz. Mol go'shtida o'sha odam tanasidan yog' chiqib ketish qiyinroq bo'lar ekanda aka. Qo'y go'shti to'liq hazm bo'lar ekan. Endi hozir haligi davlina kasal degan narsani yana bitta aytib o'tamiz. Haligi mol yog'ini xolesterin deydi. Xolesterin ko'p. Haqiqatan ko'p, lekin o'shanga yarasha mehnat yo'qda. O'sha hisobiga Chiqib ketmayapti-mi? Ha, xolesterin bo'lmasligini ham yo'li bor ekan. Aha. U yog'ni oldin suvda yaxshilab qaynatib olinar ekan. Aha. Bitta qo'ymay xolesterin chiqib ketar ekan. Ha. Keyin uni yesangiz bo'laverar ekan. Endi go'sht keyin narigi go'sht mazasiga o'xshamas ekan qaynatib olingan bo'lsa. Yo, endi hozir bir haligi yosh katta doktorlar aytishdi buni. Ha. Hali bir amalda sinab ko'rganimiz yo'q. Bari mazasi promoy pishirgandaqa bo'lmasa kerak, uni ham o'zigacha mazasi bo'lsa kerak. Balki. Kommentda bilganlar yozib o'tkazinglar, hurmatli obunachilar. Qanday? Endi haligi nuqul komment yozinglar deganimga ahamiyat bermaysizlar. Sababi videoni boshida aytdim, bugun video davomida suhbatlashamiz dedik aka. Aha. Fikr almashamiz. Xudo xolasa hamma kommentga qo'ldan kelgancha Bilganmi? javob berishga harakat qilamiz. Yaxshi narsalarni yozaverasizlar. Xo'p, sonim aka bu? Soni. Soni. Xolasa. Tarozi ko'rsatmay turaman aka. Qizig'roq chiqish uchun. Salqiroqqa tortmabsan-da tarozida. Birar metr surishtir ilojimi? Ehtiyot bo'lib, sevat tushab qo'l bilan. Salqin bo'ldimi? Olur. Taroziga dumbasi bilan chiqadi? Hammasi. Siz necha kilo berdingiz aka? 42-40 kilo. 40 plus minus. Bo'ldi gap yo'q. Men 38 ko'rdim. Dumba qoldimi endi? Hammasi shu. 30 kilogrammda.
Ataylab tarozi ko'rsatmayapman aka orqasidan. Qiziqroq bo'lsin deyapman. Biz aytgan kilani ham ko'proq berdi. Abdulla aytgan ham o'tib bitar. 45. kilo. Yo'q, Ha. hurmatli obunachilar, baribir yosh aka foizni ko'p beradi. Qo'chqorga nisbatan ham ko'proq beradi-da, mana yog' ko'p chiqadi bundan. 45 kilo. 44 kilo 300. O'zi qarang. 300. Endi bunda buni sifrli telefonda pirlab ko'rinadi. Hammaligi kompyuterda ko'rsatsangiz ham shunaqa holat ko'rinadi. 44 kilo 340 gramm O'pka ham bor. go'sht berdi. O'pka ham qo'shiladimi? Yo'q, emas, yurak qo'shiladi. Yurak. 200 gramm bo'lsa 45 kilo, 44,5 kilo ekan. 44,5 kilo go'sht berdi. Hurmatli obunachilar. Ha. 2,5 kiloga adashdimmi? Ha. 2,5 kiloga. Endi aytdingiz zavali devor bo'lmasa ko'chani ko'radigan odamsiz deb aka. Hurmatli obunachilar, kimda komment to'g'ri chiqdi? Endi oxirida ham bir solishtiramiz. Kommentlaring to'g'ri chiqqan bo'lsa, fikr bildirib o'tib ketinglar hurmatli obunachilar. Men o'zimcha bir 38 lab ko'rdim. Mana Xudo barakasini bersa iskapmas aka. Ya qo'y, yaxshi boqilgan edi. Yaxshi boqilgan, eng kichkinasi ham bitta aka bu. Bir aka bir ot so'yib ko'rmaymiz, bir qiziqishga. Protsentlarni hisoblab. Xudo xolasa bor. Birgalikda aka. Inshaalloh. Kommentariyada agar o'sha kimnidir layki bir 10 mingtadan ko'p layk to'playdigan bo'lsa, kommenti ot so'yib bir video qilib ko'ramiz aka. Siz bilan birgalikda necha foiz beradi? Endi shu videolarimiz davomida obunachilarimizga qiziq bo'ladigan hamma ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Masalan, ot mana hozir otga va'da beryapmiz. Masalan, kimnidir kommenti 10 mingta layk to'playdigan bo'lsa, bironta otni syomkasini sizlarga chiqaramiz. Necha foiz berdi? Komment 10 mingta layk to'plasa. Agar keyingi videolarimiz o'sha videolarda bir tuya degan mavzularga ketib boradigan bo'lsa, tuyami, ha? Qo'ldan kelgancha Ko'proq bo'lsa, Xudo xolasa. kimnidir kommenti shu ot so'ysin degan komment 10 mingta layk to'plasa aka, Xudo xolasa. otga harakat qilamiz. Xo'p, endi bu yog'iga reklamli pauza. Ha? 3 ta bog' bitta chiqadi. 3 ta bog'ni mana olib kel. 3 ta bog'ni bitta chiqarib boramiz. Ko'rmagan videolarni. Hozir mana bitta yerdan vaqt press. Qarab tursin, qancha vaqt. Mana aka. Akalar xona qaranglar. Qo'ydigan. Videolar bo'lsa akalar. 120. 120 bu. Albatta turbo 4 kilovat. 4 kilovat. Endi mana aka. Hozir chiqqancha mana qo'yadi. O'zingiz qanaqa trafikga olgansiz, qaysi trafiklarni tavsiya qilasiz? O'zim hammasi Vulqonni olganman. Uydagi trafiklarim bitta foydani bitta. Bitta narsasi cho'g'ga 1 yil garantiyasi bilan. Javob. Qilishiga qaytib ketmasligi. Ha, sinmaydi. Kalyonning shu videoda bol tosh chiqadigan, mayda kelga qo'yib, ha, kepak chiqadi bizga.
Hozir hamma chetga qo'ymasdan boks tashlab yuborib, mana sinmadi deyapti-yu. Lekin любой pichoqni davr beradi. Malatga o'ydirabiliki javob. Sabab segment hashak uchun mo'ljallangan. Hozir o'sha apparatdan ko'rsatamiz. Haqiqatda hashakka yaxshi effekt beradi. Faqat bunda nima kombinatsiya qilingan? Universallik. Ya'ni faqat donga emas effekt, hashakka ham berilgan. O'shaning hisobiga hozirgi kunda eng aktual tema. Endi har xil temaga yumalab ketganimiz yo'q. O'zimiz yo'limizda hech kimdan kopiya qilmasdan faqat o'sha narsani ustida ishlanyapti. Hozir men bitta savol chiqarib beraman aka. Kommentariyada sizlarni yozib o'tdik, hurmatli obunachilar. Bunaqa hali bo'lmagan. O'zim ko'rmagan narsa. Tamam. Yağmur yer. Ben ne yapıp kalktım? Vallahi e'tibordan nima diyorum? Endi qarang, kim xohlasa, aksarga ikkitalik chetga qo'yib beraveramiz. Xohlasa. Mana shu razmerda aka molga eng ideal razmer. Xo'p, yo agar bundan mayyin bo'lsin deysa, chetkalari bor. To'rt razmer, chetkasi bor. Xohlagan razmerga maylab beraveramiz.